Aziz vatandoshlar va dindoshlar, bu videoni qo'ygan videoyimni bir yaxshilab kuzatinglar, keyin men sizlarga tushuntirib beraman. Bu yerda nima bo'layotganini. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilarim, sog'misizlar, salomatmisizlar? Vatandoshlarim, dindoshlarim va musofir yurtda yurgan barcha aka-uka, opa singillarimiz, sog'misizlar, salomatmisizlar barchalaringiz? Barchalaringiz yangi kunlarni boshlab oldilaringizmi? Alloh bugungi kunimizni xayrli barakotli qilsin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh o'zi kechirsin. Alloh barchamizga ikki dunyo saodatini bersin. Aziz obunachilarim, salomatmisizlar hammalaringiz? Meni qo'llayotgan, yaxshi so'zini yozayotganlar barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Menga so'zini yozib assalomu alaykum deganlarga barchalaringizga va alaykum assalom, salomatmisizlar? Tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Alloh har bir o'ylagan yaxshi niyatlaringizga Alloh o'zi erishtirsin. Bu ko'rgan videolaringizda bu Falastinda G'azodagi bolalar. Bular o'z oilasi uchun har kun ashna qilib yo'lga chiqishadi, ashna qilib ovqat olish uchun, og'zi ovqat olish uchun, kecha aytganimda og'zi ovqat olish uchun bular Isroilda darvoza tomoniga qarab yurishadi. Butun dunyoda hali Falastin G'azoga gumanitarniy pomosh deb jo'natiladi, hali yordam, og'zi ovqat deb jo'natiladi. Uni Isroilda yahudiylar uni berishmaydi. Falastin G'azoga kirishdi, darvozaga to'kishadi uni. Hammasini kamas qilib to'kishadi. Uni tavakkal qilib, taxmin qilib, mana shu G'azoda, Falastinda aka-ukalarimiz shu xarajatdan tavakkal qilib olgani borishadi. O'lmay qolgani, nasib qilgani o'sha xarajatdan qo'llariga nima kelsa olib kelishadi. O'lganlari o'sha yerda o'lib qolib ketishadi. Hatto Isroilda yahudiylar bu eshaklar shunaqa o'yin qilishadi. Xarajatni to'kib olishib, atga pulemyotlar qo'yishgan, snayperlar qo'yishgan, otishadi. Bu xarajatga kelgan har bir insonni otib o'ldirishadi hatto. Hozirgi ko'rganlaringizdek bu videoda kamida 50 ta bolalar yo'lga chiqadi. Ular уже Allohga shukr, Alloh kuch-quvvat bersin bularga. Alloh bularga sabr toqat bersin. Falastinda, G'azodagi bolalarga. Bular har deb ashna qilib kelaverib, уже professional bo'lib ketishgan bular. Xarajat olgani kelishadi, 100 tadan bo'lmadi deganda 5-10 tasi ashitda o'lib ketadi. Qo'lga kiritgani xarajatdan oladi ashitda. Bir qop un bormi, tushonka bormi, nima bo'lsa oladi ashitda. Barini u eshaklar, Isroilda eshaklar musorga o'xshatib, kelgan gumanitarniy pomoshni to'kib, katta dumbas qilib to'kib qo'yishgan. O'sha yerdan Falastin G'azodiylar kelib olishadi, o'sha olishmasin deb ular otishadi. Aziz vatandoshlarim, dindoshlarim, kelinglar shularda duo qilaylik. Alloh kuch-quvvat bersin G'azodagi, Falastinda. Buni qilib, ermay qilib, xarajatni to'kib qo'yib, odamni otayotgan Isroilda yahudiylar ham xuddi shu holatga tushsin, ilohim. Alloh shu kunlarda o'zlariga ham, boshlariga ham solsin, ilohim. Alloh shunday qilsinki, ko'chadan chiqolmaydigan qilib qolsin. Bularga Allohga shukr. Alloh yuraklarni baquvvat qilibdi, bu Falastin G'azodagi bolalarni Alloh yuraklarni baquvvat qilibdi. Otishmadan ham qo'rqmay kelib, xarajat olgani kelishyapti. Alloh shunchalik yuraklarni baquvvat qilibdi. Lekin bu yevreylar agar biz aka-ukalarimiz o'rnida bo'lsa, hayotda kelolmaydi. O'lsa o'ladiki,
Yevreylar kelolmaydi bunaqa qilib otishmaga. Chunki yevreylar o'zini shirin jonini yaxshi ko'radi. Alloh shunday qilsin bularni ko'chaga chiqolmay qolsin ilohim bular ham yevreylar, yahudiylar. Aziz vatandoshlarim, dindoshlarim, hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Butun dunyo musulmon ahlini Alloh o'z panohida asrasin. Bu zulm o'tkazayotgan zolimlarga esa Alloh o'zi kifoya qilsin. Tan jonlaring sog' bo'lsin, Alloh hammamizga kuch-quvvat bersin. Boshlagan har bir yaxshi ishlaringiz Alloh bardavomli qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni Allohga yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum.